Minecraft Nochni qo'lida bo'lganida nima bo'lar edi? Balki Minecraftni hozirgi holatidan yaxshiroq qilgan bo'larmidi? Minecraft 2009-yilda Markus Persson tomonidan yaratilgan. Biz uni Noch laqabi bilan taniymiz. Noch Minecraftni katta pul evaziga Microsoftga sotib yuborgan. Nima, pulga muhtoj bo'lganmi? O'zi Markus Persson Minecraftni qanchaga sotgani haqida hech qiziqganmisiz? U Minecraftni 2,5 milliard AQSh dollariga narxlagan va uni Microsoftga sotgan. Bilsiz agar Minecraftda marketplace degan narsa bor va unda narsalar pullik. Agar Minecraft Markus Perssonning qo'lida bo'lganida bunday bo'lmagan bo'lar edi. Ya'ni hamma marketplace'dagi narsalar tekin bo'lgan bo'lar edi. Chunki u o'yinda o'yinchilar pulga narsa sotib olishsa, u o'yin emas, balki tijorat bo'lib qoladi degan gaplarni aytib ketgan. Va bir yaxshi tomoni, biz mazza qilib o'ynaydigan Minecraftni telefonda o'ynay olmagan bo'lar edik. Chunki Markus Persson men kompyuter o'ynashni yaxshi ko'raman degan. Umuman olganda rostdan ham qilmagan bo'lar edi. Chunki uning jamoasi yo'q va bir o'ziga Bedrock versiyani chiqarish qiyinchilik tug'dirgan bo'lar edi. Noch o'z fikrlarini Twitterda ochiq yozardi. Markus Persson Twitterda o'ziga yoqadigan g'oyalar va shaxsiy hazillarni yozar edi. Va biz Minecraftni VR va Xboxda o'ynaydiganlarni ham ko'ramiz va buning uchun Microsoftga rahmat aytishimiz kerak. Chunki Microsoft katta kompaniya bo'lganligi uchun u hamma gadjetlar uchun Minecraftni qayta ishladi. Biz shundan xulosa qilamizki, agar Minecraft hali ham Nochning qo'lida bo'lganida juda eksperimental va erkin, lekin kamroq silliqlangan va kamroq ommaviy bo'lar edi. Shundan kelib chiqadiki, bugun global muvaffaqiyat Microsoft bilan bog'liq. Ijodiy ruh esa Noch bilan bog'liq. Do'stlar, agar Minecraft sizlarniki bo'lganida birinchi bo'lib nima qilgan bo'lardingiz? O'z fikrlaringizni kommentariyga yozishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling, chunki kanalimiz yangi, siz podpishkangiz bizga kerak.